Messi yashirincha Barselona stadioniga keldi. Barselona vakillari Messining kutilmagan tashrifidan hayratda qolgan. Argentinalik yulduz 9-noyabr kuni kechqurun stadionda paydo bo'lgan. Biroq uning kelishi haqida klubdagi hech kim xabardor bo'lmagan. U ijtimoiy tarmoqlarda Camp Nou'dagi suratlarini joylashtirgach, post tezda tarqaldi. Mazkur holat klub rahbariyatini hayratda qoldirgan. Ma'lum bo'lishicha, Messi bu holat haqida hech kimni oldindan ogohlantirmagan. Futbolchi manzilga yetib borgach, Camp Nou'ga kirish uchun xavfsizlik xizmati xodimlaridan ruxsat so'ragan. Kecha kechqurun butun vujudim bilan sog'ingan joyimga qaytdim. Bu yerda o'tkazgan onlarim hayotimdagi eng baxtli damlar edi. Sizlar esa meni bundan ham baxtliroq his qilgansizlar. Umid qilamanki, bir kuni bu yerga qaytaman. Axir futbolchi sifatida bu stadion bilan xayrlashish nasib etmagandi, deb yozdi Messi. Eslatib o'tamiz, Messi 2003-2021 yillar oralig'ida Barselona sharafini himoya qilgan. Ammo 2021-yilda klub moliyaviy qiyinchiliklar ortidan futbolchi bilan yangi shartnoma imzolamadi. Shu bois kataloniyaliklar Leo bilan matbuot anjumanida xayrlashdi.